Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamiz? Chaqirganmiz aka? Ha, reklama qo'yachamizlar. Ha, mana shu uy sotiladi. Sotiladi. Bitta ko'rsak bo'ladimi? Mayli. Xo'p, ma'lumot ayting aka bu uy haqida. Ma'lumotimiz ana bu yerdan bu yog'i 1 metr tashlanadi, bu tomon sotilgan. Bu tomon sotilgan, ha? Shu 18 sotik. Aha. Shunda kamida 10 sotig'i bu yoqqa sotiladigan joyga qoladi. 10 sotik. Aha. Bu yoqda katta zal bor. Bu yoqda ham ikkita xona bor. Bu yoqda sanuzel, hamma narsasi bitgan. Bu yoqda to'pli polgacha tayyor. Hatto shu obdelka deymiz, shunaqa ishlar qoldi. Bu yoqda kotelni bor, buni pastida podval. Bu tomonda katta bitta xona bilan oshxona 100% bitgan. Hamma to'pli pol qilingan. Yaxshi. Narigi tomonda sauna bor, tualet bor, betli, tandirxona, o'choqxona. Bu tomonni etagidan hali qilsak, qo'chqorxona bilan buqaxonalar bor. Qarang aka. O'zimiz yashash uchun qurgan edik buni. Zo'r ekan. Lokatsiya qayerda aka? Orientir bering. Lokatsiya Hilol masjididan to'g'ridan kirib kelsa ham bo'ladi, yonidagi o'zi asfalt yo'ldan ham kirib kelsa bo'ladi. Olmos shahrida Hilol masjididan to'g'ri kelganda Evelekda joylashgan ekan. Yaxshi. Bitta bir 5-600 metr ichkariga kiradigan shunda haligisida. Yaxshi, yangi zo'r cho'ska ekan. Qarang aka, narxi qanaqa bo'ladi? Uni narxini 120 ming so'rayotgandik. Endi shu ozgina hali qilib turganimizga shu biznes qilishimiz kerak edi. Kelishlar xullas. Kelishamiz. 120 dan 115 larga berasiz. Ha, kelishyapti. Yaxshi bo'lmasa telefon raqamingizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol klientlar telefon qilsa, o'zingiz ko'rsatib, bemalol gaplashasiz. Yaxshi. Pastda telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Hamda to'liq obzor videoni profilda ko'rishingiz mumkin bo'ladi.